Assalomu alaykum. 2 yil oldin bitta mijozimizga Wi-Fi qo'yib bergandik Shahrisabzga. Ana endi hozir nimada xorijda ekanlar. Shunga uyni kuzatish uchun bitta kamera qo'yib bering dedilar. 2 ko'zli Ezvis brendidan kamera qo'yib beryapman. 128 lik original disk fleshka bilan. Men qayerdaman? Manzarani qaranglar. Kim qayerga boramiz? Shahrisabzga boryapmiz. Manzara juda chiroyli. Tog'lar. Shunday qilib yo'limizda davom etamiz. Shahrisabzning Chorshanbe shaharchasiga shunaqa joyga ketyapman. Bir atrofni ko'rsataman. Semkalar, semka. Semichka. Bitta suvchani oldim. Endi yo'limizga davom etamiz. Masjid bor ekan bu yoqda. Manzaraga yetib keldim. Endi kamerachini qo'yamiz. Hozir aniqlashtiraylik, yo tashqariga, yo ichkariga qo'yamiz. Bitta qo'yamiz. Kamerani shu yerlarga qaygadir qo'yamiz. Mana kameramiz, soqchalar bor, 4G niki. Ham patok, ham devorga ursa bo'ladi. Sim kartani ulab berdim chet elga. O'zlari ko'radilar trafiklarni. Mana fleshkani qo'ydim. Endi sim kartani ham qo'yamiz u kameramizni joyiga o'rnatamiz. Bo'ldi. Ustalar tushunishadi baribir. Ish paytida bitta issiq choy bilan biron qanaqa shirinlik bu maishat. Kamerani joyiga qo'ydim. Mana endi o'z tokini ulayman. Xo'p, mana. Shu joy zo'rda. Ikkinchi ko'zchasi. Xo'p, mana. Nega bunday qo'yildi desangizlar, mana bu qimirlamaydigan tomoni bu tomonni oladi, darvozaxona bu tomonni 360 gradusi ko'cha tomon va dalani bemalol olaveradi. Bu egalardan video olishga ruxsat oldim, bemalol ko'rsata olaman endi. Korobkadan sifatli kabelda mana svet olib keldim. Rezetkani ham qo'ydim. Endi buni kameraga ulaymiz va nastroyga qilib beramiz. Rozetka qo'yildi. O'zini bitta nastroyga qiladi. Mana. Eshitdingizmi? Endi kabelchasini kirgizib qo'yamiz joyiga. Kamera o'zi hovli tomonga qarab turibdi. Ikkinchi aylanadigan ko'zi to'la to'kis orqada. Hozir telefondan tasvirni ko'rsataman. Harakat polisiz ko'rinyapsiz. Mana bo'yingiz bilan ko'rinyapsiz. Mana oxirigacha polni ko'raman. Ovozingiz ham zo'r baland kelyapti, chotki ovoz. Zo'r aka, zo'r. Polni
porlik ko'rinyapsiz aka, tiniq ko'rinyapsiz. Ha, chotki. Ko'rinadi deb o'ylamadim aka, sal qotadi deb o'yladim. Bu eng o'sha original u xitoycha musurcha emas u. Ko'rinyapsiz aka, ovoz Chotki. Bitta faqat bunga zo'r kelyapti aka. ha, sizni ham ovozingiz chotki kelyapti. O'sha Telegramda xuddi gaplashadigandek-da. Chotki. Shunaqa. Vostingiz porlik ko'rinyapti aka, 360 chotki ko'rinyapti. Ha. Degan o qayerda turib. Ha, ana. Sizga yoqqan bo'lsa xursandman. Aka, baraka toping. Qo'lingizdan ittagaliga. Tamom, rahmat sizga. Bu yoq ham ko'rinadi, mana bu betonlarning usti polni hamma yo'q. Shuning uchun ugulga qo'ydim. Hamma yo'q ko'rinadi. Mana bu tomon ham, bu tomon ham. Porlik ko'rinyapti aka, porlik ko'rinyapti. Shunday. Pishingiz bor aka. Ana zo'r joyga qo'yibsiz-da o'zi ham. Ana bir joyga qo'yib, Ha, hamma qo'lini yaqib edibsiz. narvonga chiqdimi, bunday qaradim, bu tomonga bo'lmas ekan. Shuning uchun men bu ugulga qo'ydim. Bu tomon ko'cha tomonni ham ko'ra olasizda, ko'cha tomonni ham. Naryoqlar ham ko'rinyapti aka, o'zidan ham qurilayotgan zidlarlar ham ko'rinyapti. Shunday. Bu Wi-Fi'ni ham o'rnatib bergansiz, o'shanda ham baraka topuvdik-da aka, shuning uchun sizga aytganmiz aka. Ha, gap yo'q. Kamera qo'yib bo'lindi. Akamiz chet eldan turib bemalol hovullarni endi kuzatishlari mumkin, yuqori sifatli darajada. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Telegramdan yozsangiz ham bo'ladi. Wi-Fi qo'yamiz, GSM repeaterlar, kameralar bilan shug'ullanamiz, Wi-Fi most. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, bizda xizmatda. Keyingi videogacha xayr.